Endi bugünkidek şu Uyg'ur kimligi xirasqa duch kelayotgan bir paytda har jihatdan hamda tarix savodsizligini tugutish siyosiy da'vodan muhim deb qaraydigan fikrlar o'tirib chiqib turdi. Sizcha buni qanday qaraysiz? Endi mening ko'z qarashim qanday desangiz, tarixni siyosiyadan muhim deb qaramayman. Men u muhim, bu muhim emas degan bahoni bermayman. Xo'sh. Hammasının o'ziga tushliq muhimligi bo'ladi. O'zining hammasining o'ziga tushliq bir yetmoqchi bo'lgan nishoni bo'ladi. Maqsadi bo'ladi. Shundaymi? Xo'sh. Lekin tarix o'tmish tarixiy tajriba savoqlaringiz, o'tmishda besib o'tgan yo'llaringiz, uning g'albillari, uning sha'ni shavkatlari, uning natijalari shu millatning. Shundaymi? U bugungi bizning ro'yi tevrigimiz bo'ladi, asosimiz bo'ladi. Demek ki tarix, mana şu to'g'ri tarix, to'g'ri, mukammal, obyektiv, akademik, yani kuchlik faktlar asosga tayangan. Bundaq eserler tarix yoritib berilgan umumiy ko'rinish, umum kartina tek naganda eng yaxshi kelgusining darsligidir. Kelgusini siz shuningdan belgilaysiz. Xo'sh. Shuningdan ko'ra olasiz. O'tmishi bo'lmagan bir millatning kelajagining bo'lishi natayin. Biz nimishga faxrlanamiz? Bugungi kunda Uyg'ur millati nimishga ro'yi jihatdan tik tura oladi desa, uning o'tmishi bo'lganligi. Uning shalliq o'tmishi bo'lganligi. Uning o'tmishining hammasi tragediyalik, fojialik bo'lmaganligi. Bizning tariximizning alsaq faxrlanadigan Qarxonlar sulolasi deymiz, qudratli bir davlatlarni qurgan. Orxon vodisini markaz qilgan Uyg'ur imperiyasi deymiz, qudratli Yevroaziyani kontrol qilgan. Shundaq Yevroaziyaning savdo, iqtisodiy, siyosiy munosabatlarida bir boshlamchi rol o'ynagan bir davlatlar. Keyingi bu bizning ajdodlarimiz, yani bevosita munosabatdagi Saidiyalar davlati deymiz. Mana bu shundaq hokimiyat sistemalarining bo'lganligi Uyg'urlarning bugungi kundagi ro'yi tevrigi. Bizim kitabımızda elbette bu tomlar 20. əsr tarihi qismetlerimizge bağışlanğan bolsa, bizim bu 13 tomluk eserimizdeki o qalan tomları ana şu qadimki Orxon Uyghur devirleri, Hun imperiyasi devri, qadimki Sharqiy Turkiston Tangritog' vodillari davlatchilik 2000 yillar ilgiriki arxeologiyalik davrlardan boshlangan Toshqorallar davriga tutashgan ibtidoiy, shuningdan boshlangan davrlar keyingi o'rta asrlar davri, dastlabki o'rta asrlar davri, Turfan idi qutlug'i shalliq davlatchilik an'anasiga ega. Qarxonlar sulolasi, hatto Gansu rayonidagi shu vaqtdagi Gansu deyilmaydi endi. Bu joydagi Uyg'ur davlati qisqa. Turg'un Almas uni Kansu Uyg'ur davlati deb atadi. Xitoy manbalarida Ganju Uyg'ur davlati deb ataladi. Mana shu devletlerinin tarihi o'rta asrda, uningdan keyingi bu Mo'ng'ul islosidan keyingi bu tuzilmalar, Türk xalqlar bilan bu Mo'ng'ul tilli xalqlarning birlashishi, hokimiyat qurilmalari, Chag'atay davri va uningdan keyingi bu xalqlar va boshqalarning hammasini keyingi Saidiyalarning oxirgi bosqichi, Manju Xitoylar ishg'oliyati davri, Manju ishg'oliyatida Xitoyimiz zaten Manju imperiyasining ishg'oliyati ostidagi xalq bo'lgan ayni vaqtda. Ular o'zi. Mana mushu tarixlarni biz bir-birlab yo'rtdik shuning o'zida hammasini mufassal inshaalloh uni texmi mukammallashtirish planida turyapman. Qisqaroq qilingan joylarni texmi mukammallashtirish. Bular hammasi bayon qilindi. Shuning uchun biz kitobga Uyg'ur umumiy tarixi degan. Yalnız 20. asr emas. Xo'sh. Qadimdan hozirgacha bo'lgan Uyg'urning umumiy tarixi ko'rinishi. Şuna emdi bu noktanın ağın çağda ben emdi keskin türde muhim demeymen. Bu tarih bana doğru tarih Uygurlarının milli güllenişi, bunun dinkinki mevcutluğu, bunun dinkinki Uygurlarının siyasi, ictimai, iqtisadi, medeniyet ve başka cihetlerdeki terakkiyat yönünüşü de, terakkiyat yolu da tarih onu asas bilen temellikçidir. Hoş. Allah razı olsun.